Voy o'ynashdi. Assalomu alaykum do'stlar. Ijtimoiy tarmoqlarda Instagram sahifasida Saturn Zapali nomli video tarqaldi. Ushbu videoda xira bo'lganligi sababi, chunki YouTube'da mumkin emas, ko'rmoqchi bo'lganlar Telegram kanaliga o'tib olishlarini so'ragan bo'lardim. Aslida ushbu videoda Saturn tungi klubga borgan va o'yin bo'lgan o'sha joyda, hamda bilmadim bu joyda qaysi ma'noda Zapal bo'lgan, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ushbu videoga Saturn o'z munosabatini bildirib o'tdi, ya'ni ushbu o'zini videosiga o'zining fikrlarini bildirib o'tdi. Videoni ko'ramiz. Qoldi, nima qilish kerak edi? Xullas, men sizlarga aytaman, uni kimligini men sizlarga aytmayman, elga oshkor qilmayman. Uni kim tarqatganini bilib oldim. U kut bo'lsa, men kut emasman. Men erkakman. Bir diskotekaga bordim. Bir diskotekaga bordim-da endi. O'zi borgim kelmagandi, lekin bordim. Borgandan keyin nima bo'lgan o'zlari ko'rdilar. Demak, undan xulosa chiqarish kerak. Endi unaqa joylarga bormaymiz. Xo'sh, aziz do'stlar, bundan tashqari xabaringiz bor. Hozirgi kunda Tailandda o'sha Humoyun To'xtamurodov, Amirxon, Muhiddin Mamajonovlar shug'ullanmoqda. O'sha Shahzod, ya'ni Gold oldida va o'sha shug'ullanayotgan zalida O'zbekiston bayrog'i ham borligi va O'zbekiston bayrog'i ozgina yirtilib qolganligini ko'rib, o'sha bayroqni alishtirdi. Videoni ko'rib, kommentariyada o'z izohlarimizni yozib qoldiramiz do'stlar. Aziz do'stlar, 26-iyun kuni Allash Pride'dagi navbatdagi jang o'tkaziladi. Ushbu turnirda Odilxon jang qiladimi? Ya'ni ushbu Festa ko'rayotgan bo'lsangiz, tojikistonlik jangchi bilan Festa'dan o'tgan. Ko'ramiz 26-iyun kuni pastdagi Telegram kommentariyadagi Telegram kanaliga o'tasiz hamda jonli efir tomosha qilasiz. Turkistonlik og'ay-mo'g'illar bugun Festa o'sha yerda bo'lib, kechki soat 20:00 da ulkan tarixiy set bo'ladi. O'zimizning javongarlarda qandoslarda bog'lar kelib qo'llangizlar. Barqdan kutamiz. Kechki soat 8 ga. Qolib qo'ymangizlar. Turib, xod tegim bor. Hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi face to face holva. Bugun ikkita kutib yurgan ishim bo'ldi. Bittasi nima deydi? Chestdan gapirgan, orqadan gapirgani ham edi. Tuzim yeb, tuzlig'imga tupurgani ham edi. Yaxshigina edi. Butun umr esida qoladigan bu. Hali kulyapman, mazza bo'ldi bugungi kun. Vashshi mazza bo'ldi. Ertaga davom etadi. Ertanga ham bir ikkita yaxshi surprizlarim bor.